Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Kim? Jumayev Abdulla aka. Yaxshimisiz, sog' salomatmisiz? Rahmat. Bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bugun 36 yoshni qarshi olayotgan ekansiz. Sizni aziz insonlaringiz bor bizga tabrik yo'llagan. Biz sizga Yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Kamina boshlovchi Niloya. Siz bilan jonli efirda jonli suhbat jarayonini olib bormoqdaman. Eshitaman. Abdulla aka, ajoyib tilaklar va chiroyli she'rlarni qabul qilib olasiz, xo'pmi? Agar malol kelmasa, sal holiroq joyga chiqa olasizmi? Sizni ovozingizdan ko'ra yoningizdagilarniki balandroq eshitilyapti. Gapiravermi? Yashang. Ustoz dili bahoram, buloqday beg'uboram, ishongan suyanch tog'im, omon bo'ling ustozim. Aqlimizga nur ziyo, mehribon padar go'yo, berib ta'lim tarbiya, omon bo'ling ustozim. Assalomu alaykum, biz uchun aziz va qadrli bo'lgan ustozimiz. Sizni ulug' kuningiz, muborak ayyomingiz bilan chin dildan bugun tabriklab qolamiz. Biz umr yo'llarida, hayot yo'llarimizda hamisha sizga o'xshashga harakat qilamiz va intilamiz. Ilohim oilangiz baxtiga, barcha aziz farzandlaringiz va yaqinlaringiz baxtiga sog'-omon yurishingizni Allohimdan so'rab qolamiz. Sizdek sabrli, bilimli va mehribon ustozdan ta'lim olish biz uchun eng katta baxt va sharafdir. Alloh taolo umringizga baraka, sog'lik, omonlik, ilmingizga ziyoda bersin. Sizni bugun ayyomingiz bilan chin dildan muborakbod etamiz. Ilohim baxtimizga sog'-omon yuring. Biz sizga o'xshash uchun chin dildan harakat qilamiz. Sizni bugun mehribon shogirdlaringiz aynan biz orqali qutlamoqdalar. Mana shunday chiroyli tabriklarni biz orqali yetkazishni niyat qilgan aziz insonlaringiz bor. Sizga chin dildan havas qiladigan, sizning yo'lingizni berishini Allohdan so'raguvchi mehribon shogirdlaringiz Mehribonxon va Nurbeklar tomonidan ajoyib tabriklarni amalga oshirmoqdamiz. Rahmat. Azizsiz albatta. Sizning ota-onalaringizga va chin ko'ngildan yaqinlaringizga ehtirom va hurmat, tashakkurlar izhor qilar ekanlar. Aynan sizni qadrlab, sizni chin dildan ayyom bilan muborakbod etayotgan ikkala shogirdingizga. O'zingizni iliq niyatlaringiz bormi? Juda ham xursand bo'ldim. Shogirdlarimiz eng yaxshi, ajoyib, tirishqoq, bilimli shogirdlarimizdan biri. Bular ikkalasi ham o'quvchilar xudo xolasa. Opasi Medinskiy o'qiyapti hozir. Yashang. Ukasi ham xudo xolasa Medinskiy chiqdi deyarli. Yashang. Ilohim ikkalasini omadon bersin. Ham boshimiz ko'p ketdi. O'shanboyda yetib bor uchun. Azizsiz albatta. Omadon bersin. Martabalar doim ulug' bo'lsin. Ilohim. Bizlar ham ota-onasidek, ustozlaridek buyuk insonlar bo'lsin. Shikastlarning orqasidan rohatini ko'rib. Ilohim. Kelajaklar porloq bo'lsin ilohim. Ilohim aytganingizga. Rahmat. Azizsiz albatta. Azizsiz. Sizni nafaqat shaxsan o'zim ham, balki kanalimiz nomidan ham bugungi ayyomingiz bilan muborakbod etamiz. Ilohim yurtimizga qo'shayotgan hissalaringiz, sa'y-harakatlaringizni Allohim dargohida qabul aylasin va mehribon, qadrli shogirdlaringizga hamisha aziz ustoz bo'lib, ularning duogo'yi bo'lib yurishingiz tilakdoshimiz. Rahmat. Azizsiz. Ayyomingiz muborak bo'lsin Abdulla aka. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Rahmat sizga ham. Xo'p bo'ladi, azizsiz barchasiga xo'p bo'ladi.